Mbappe! Pushko! Super gol! 250 ming dollar ha. 250 ming dollar yutganding. Sen o'zingcha qilgan ishingni deb hozir. Pulimiz ham yo'q endi. 25 ming qarz berish kerak ertaga. Bo'lmasa sizni o'ldiradi. Kutadigan odam emas u. Domla, uyingizni soting. Hech qachon. Agar yutqisi oilam nima ko'chada qoladimi? Hozir. Alo. Vaqti juda ham kam. Shoshilish kerak. Qo'shni shu uyni bekor sotdingiz-da. Lekin menga sotib to'g'ri qildingiz. Baribir qo'shni tushunadi, boshqa qiladi. Men kelishganimizda mana qolgan. O'zi 100 ming dollar nimaga zarur bo'lib qoladi? Ozgina ishlarim bor edi, o'shani bitirib olaman. Qachon chiqib ketasizlar? Ha, o'sha aytganimdek oilam ko'chada qolmasin. 15 kuncha turib tursa. Bexijolat qo'shni. Bir hafta vaqt chiqib ketinglar faqat. Alo. Yaxshimisan? Yaxshi, Prosta bilan gaplashishim keldi. hammasi joyidami? Menimcha endi bu yog'iga hech qaysi joyda bo'lmasa kerak. Qaddasiz. Alo. Yaxshimisiz? Hozir. Gapim bor sizda. Telefonda gaplashaman, ko'rmayapsanmi? Men homiladorman. Hozir qoraman. Nima deyapsan? Toming joydami sani? Menga 50 ming dollar kerak. Ey, shantajingni boshqasiga qilasan, menga emas. Agar 50 ming dollar bermasang, shantaj nimaligini ko'rasan. Katta koeffitsient ham shart emas. 3 koeffitsient qilsam yetadi. Xo'p. O, mana 3 koeffitsient bo'ldi. Men sizlarni necha marta qaytarishga harakat qildim. Xullas o'rtoqlar, risk serialimizning 12-qismini hoziroq ko'rmoqchi bo'lsanglar, Instagram profilim biosidagi linkdan Telegram botga o'tasiz va atiga 5000 so'm to'lov qilib 12-qismni hoziroq ko'rishingiz mumkin.